o'tgan bolani уже miyasi, strukturalari nima bo'lishni boshlaydi, o'lishni boshlaydi. Baribir ham uzoq yashamasdi. Agar yashagan taqdirda ham aqliy jihatidan muammolar kelib chiqqan bo'lishi mumkin. Saqlab qolishi bor iloji bo'ladi. Qanaqasiga yana doktorlaringiz ishontirish mumkin, aytingchi? Ketiga yomon bersami, yomon bersam, suv kamsi. Sizga prosta ularni chalg'itgan narsa, raddomda qildirganingizda ular yaxshi deb berildi, mana shu chalg'itdi. Meni qolmadida yotaman deb boruvdim. Yana kamga kesirva ham bo'lgansiz. Siz to'lg'oq bilan borgansizda, nadkokayda sakrashение bo'layotgan bo'ladi. Shuning uchun sal teparoqdan kesgan, tanasidan kesgan nadkochamizni. Ehtiyot bo'lishingiz kerak keyingi homiladorliklarda. В плане того, что platsentamiz oldingi devorga joylashib qolgan bo'lsa, chokni ichiga o'sib kirish ehtimoli bo'ladi-da. Yo'q, hali berimini bo'lish kerak emas. 6 oygacha baribir saqlaning.